Ko'rivilishga bo'ludiki, tunji islom davlatining Madina Munavvaradagi qo'mondonlik markazi murtatlarga qarshi elib berilgan urushlar oxirlashgandan keyin u davrning eng kuchli ikki davlatiga qarshi urush qilishni qarorlashtirgan edi. Urush plani avval butun kuchini to'plab ikki davlatdan biriga shiddatli hujum qilish va yana bir davlatga qarshi faqat mudofaalanib turish deb belgilandi. Albatta, bu ikki davlatga qarshi harakat plani har ehtimolga qarshi bir davlatdan yana bir davlatga tez suratda yo'tkilish asosida tuzilgan edi. Shundoq bo'lganda, bu ikki davlat o'xshash bir harbiy kuchning besimiga uchrab, patparaq bo'ladi va parishon ahvolga tushib, bir-biri bilan aloqalashish imkoniyatidan mahrum qoladi. Chunki o'xshash bir vaqtda har qanday ikki davlatga qarshi urush elib beriladi. Bu xil ahvol ostida bu ikki davlat bir-biri bilan ittifoqlashishga fursat topolmaydi. Chunki har ikkilisi o'z jinini qutuldirishning ko'yiga tushib ketadi. Murtatlarga qarshi elib berilgan urush oyoqlashgandan keyin musulmonlar uchun eng chong tahdid farislar edi. Murtatlarni asosiy jihatdan farislar qo'llab, musulmonlarni texnik kuchlanib ketmagan vaqtda o'siqtirib o'tishga uringan edi. Undan boshqa payg'ambarlik davosini ko'tarib chiqqan har bir kazzobga yordam qiladi. Shunga musulmonlar ishni farislardan boshlamoqchi bo'ldi va Madina hukumati Al-Musanna ibn Harisa Ash-Shayboniyning bu vaqtdagi taklifini qabul ko'rib, tasdiqladi. Shuning bilan Xolid ibn Valid murtatlarga qarshi urushdan yongan hamon islom davlatining Madinadagi qo'mondonlik markazi uning Musanna ibn Harisa qo'mondonligidagi qo'shinga yordamchi bo'lish uchun darhol Iroqqa yurish qilish buyrug'ini tushirdi. Shuning bilan bir vaqtda qo'mondonlardan Ayyad ibn G'anamga Iroqning shimoliga yurish qilish amr qilindi. Xolid ibn Valid qisqa vaqt ichida farislar ustidan g'olib kelib, Iroq tuproqlari ichida erkin ozod harakat qilish imkoniyatiga erishdi. Uning qo'shini Savat rayoni bilan Jazira, hozirgi ismi Jizra va Furat daryosining g'arbiy qirg'oqlariga hokim bo'lgan edi. Buni ko'rgan farislar islom qo'shinining urush qilish qobiliyati va tashkillanish kuchining o'zlari o'ylaganning dal aksicha ekanligini tushunib yetdi. Shuning bilan farislarmo musulmonlar qarshi hujum boshlash uchun keng ko'lamli tayyorlik qilib, nihoyatda cho'ng qo'shin tashkilladi. Bu vaqtlarda islom qo'shini Bizantlar qarshi mudofaa urushi ichida edi. Xolid ibn Said ibn al-As o'z qo'l ostidagi qo'shin bilan Bizantlarga va ularning ittifoqdosh qabilalari hokim bo'lgan yerlarga yaqin chegaralarda bexatarlikni saqlab o'tdi. Burun aytib o'tganimizdek, Hazrat Abu Bakr qo'shin tashkillab Suriyaga avatgan edi va Bizantlarmo ularga qarshi qo'shin tashkillashga boshlagan edi. Chunki ular umumiy va nihoyat cho'ng bir urushning yuz berib qilish ehtimoli borligini o'ylashgan edi. Bu ehtimollikni ko'z tutgan asosda to'rt tarafdan hujum qilib kelayotgan islom qo'shiniga qarshi nihoyat cho'ng qo'shin avatdi. Undan boshqa imperator Heraklius urush vaziyatidan xabardor bo'lib turish uchun podshohlik saroyi va bosh qo'mondonlik markazini hozirgi Suriyaning Himis shahriga yo'tkab keldi. Islom qo'shini bu xatarlik ahvolni bayqagan hamon Madinaga xabar yo'llab, yordamchi qo'shin talab qildi. Islom qo'shini bosh qo'mondonlik markazi asos kuchni Iroqdan Suriyaga yo'tkazmoqchi bo'ldi. Chunki farislar tunji zarbiga uchirgandan keyin bakmu ojiz ahvolga tushib qolgan edi. Uning ustiga o'z ichida taxt talish ko'rishiga kirishib ketgan farislarning o'zlarini o'ngishib olish uchun xeyli uzun vaqt ketadi. Shunga xalifa Xolid ibn Validga Suriyada urush qilayotgan qo'shinga yordam qilish uchun Najiddagi qo'shinni boshlab darhol yo'lga chiqish amrini berdi. Xalifaning amrini topshirib olgan Xolid ibn Valid darhol Suriyaga qarab yo'lga chiqdi. Yarmuk degan yerda Bizans qo'shini bilan islom qo'shini orasida bir maydon shiddatli jang elib berildi. Bu bir hayot-mamotlik jangi edi. Dal shu chaqda Hazrat Abu Bakr vafot bo'lib, uning o'rniga Hazrat Umar xalifalikka tayinlandi. Afsuslanarligi, farislar bu vaqtgacha o'zlarini o'ngshab, taxt talashish ixtiloflarini oyoqlashtirib bo'lgan edi. Ular fursatdan foydalanib musulmonlarga hujum qilishni qaror qildi.
Bu ahvolni ko'zda tutgan Madina hukumati Hashim ibn Utba ibn Abul Asning qo'shinining bir qismini Suriyadan Iroqqa qaytarib kelishini buyurdi. Shuning bilan bir vaqtda Iroqdagi musulmon jangchilarga yordamchi qo'shin avatish maqsadida Arab yarim orlida umumiy safarbarlik e'loni chiqardi. Shuning bilan Iroqdagi qo'shinga keyni-keynidan yordamchi qo'shin kelishga boshladi. Suriyada bo'lsa, orqa-orqadan elib berilgan urush natijasida Bizanislarning bu zamindagi hokimiyati ag'dirib tashlanib, Bizanisliklar qo'g'lab chiqarildi. Bularning hammasi Hazrat Umarning xalifalik davrida maydonga kelgan edi. Islom qo'shinlari bilan Faris qo'shinlari orasida urush dastlab Iroq zaminida boshlangan bo'lsa, keyin asta-asta Farislarning ichki tuproqlariga yeyilib, eng oxiri Faris imperatorligining cho'kishi bilan oyoqlashdi. Faris imperatorligi yemirilganda Hazrat Umarning xalifalik davri texi oxirlashmagan edi. Faris Sasaniylar davlati yemirilgandan keyin urush yo'linishi g'arbga siljib, islom qo'shinlari Misr, Shimoliy Afrika va Oq dengiz orollariga qarab yurish qildi. Bu yerlardagi urushlar 4 xalifaning 3-chisi bo'lgan Hazrat Osmon davrida davomlashdi. Yarmuk jangi. Hazrat Umar islom qo'shini g'arb tarafda qattiq urush qilayotgan bir vaqtda xalifalikka tayinlandi. Dal shu chaqlarda islom qo'shini Bizanislarning nihoyat cho'ng qo'shiniga qarshi urush qilish uchun Yarmuk degan yerga yig'ilgan bo'lib, hozirgi Suriyaning Iordaniya chegarasidagi Dar'a degan yerga qarorgoh qurgan edi. Ba'zi tarixchilar Yarmuk daryosi islom qo'shini bilan Bizanis qo'shinini ikkiga ayirib turgan siziq deb ko'rsatish bilan xatolashmoqda. Bu yerni bir aylanib chiqqan kishi bu yerdagi cho'nqur jilg'iga qarabla bu rayonning urush qilishga bekmo afsiz ekanligini bilib olaydi. Undan boshqa Hazrat Abu Bakr islom qo'shini bosh qo'mondonlik o'rniga qarorgohning Madina bilan oson aloqalasha oladigan va Madinadan avatilgan yordamchi qo'shin oson yetib bora oladigan bir yerga qurilish haqida buyruq tushirgan edi. Bu nuqtadan elib aytganda, agar islom qo'shini urushdan burun bu jilg'ini kesib o'tib, qarorgohni qarshi tarafga qurgan taqdirda, orqasidan keladigan yordamchi qo'shinning ularga yetib kelishi mumkin bo'lmaydi. Ham ularning Madina bilan bo'lgan aloqalash imkoniyatimi yo'qqa chiqqan bo'ladi. Agar normal sharoitda ahvol u tarixchilar o'z maylicha anglatganidek bo'lgan bo'lsa, urushning beshidan tortib tez-tez harakat qilib kelayotgan bu qo'shin bu jilg'idan qandoq o'talaydi yoki bu zaminda qandoq urush qila oladi? Bu zaminning aloyidligini ko'z tutgan qo'shin qo'mondonlik markazi qo'shinning orqa saplarini Dar'aning g'arbiy shimoliga yerlashtirib, Dar'ani orqadan keladigan yordamchi qo'shin bilan uchrashish o'tkili va Madina bilan aloqalashish nuqtasi qilib belgilagan edi. Chunki bu yerdan jilg'ini kesib qarshi tarafga o'tish texmi oson edi. Uning ustiga Xolid ibn Valid Basradan Yarmukka kelganiga qaraganda yo Dar'adan yoki uning shimol tarafidan kelgan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda Yarmuk jangi Yarmuk daryosining bir qirg'ig'ida elib berilgan deyilsa, aqlga texmi muvofiq bo'lgan bo'ldi. Bu yer Ar-Ruqat yoki Al-Alaq bo'lishi mumkin. Bu urushda Amr ibn As qo'mondonligidagi qo'shin o'ng qanotga, Yazid ibn Abu Sufyan qo'mondonligidagi qo'shin so'l qanotga, Abu Ubayda qo'mondonligidagi qo'shin bo'lsa sapning o'ttirig'iga joylashgan edi. Musulmonlar sepi o'z to'g'lariga agishib olg'a ilgarilashga boshladi. Sapning eng o'ng tarafida Muaz ibn Jabalning askarlari, eng so'l tarafida Naffasa ibn Usama al-Qinana askarlari yerlashgan edi. Hashim ibn Utba ibn Abu Waqqas piyoda qo'shinning qo'mondoni bo'lib, Xolid ibn Valid otliq qo'shinning qo'mondoni, bosh qo'mondon va bosh maslahatchi edi. Bahayvat va Ko'rang Bizans qo'shini urush maydonini xuddi qor bulutdek qoplagan bo'lib, kelkundek yopirilib kelishga boshladi. Lashkarlar to'xtamay cho'qon solsa, pop va rohiblar ularga ruhiy madad berish uchun yuqori ovozda Injil o'qiydi. Otliq qo'shinni boshlab, islom qo'shinining eng oldida ketayotgan Xolid ibn Valid Abu Ubaydaga yaqinlashib, "Sana bir ta'limot bermoqchiman", dedi. Abu Ubayda, "Allohning amri bilan ta'limotingni darhol o'rindashga tayyorman", dedi. Xolid ibn Valid uningga,
Mencha mundaq qilayli. Avval bu qo'shinga qechib qutulolmagudek darajada shiddatli hujum qilayli. Men o'ng va so'l qanotlarning yemirilib ketishidan ansirayapman. Shunga otliq qo'shinni ikkiga bo'lib, ularning orqa tarafiga o'rnashtiraylik. Agar o'ng so'l qanotlarimiz keyniga chekingidek bo'lsa, otliq qo'shin ularni orqa tarafdan qo'g'daydi, dedi. Abu Ubaydamo to'g'ri deysan, shunday qilayli, deb uningga qo'shildi. Shuning bilan Xolid otliq qo'shinni ikkiga bo'lib, o'zi o'ng qanotga ayrilganlarning beshiga o'tdi. Ondan Abu Ubaydaga o'ttirdagi qo'shinning eng oxirgi berishni buyurdi. Chunki agar qo'shin talofatga uchrab, keyniga chekinib qolsa, o'zlarining orqasida Abu Ubaydaning qo'shini borligini ko'rib, chekinishdan to'xtab, qayta hujumga o'tdi. Abu Ubayda qo'shinining orqaga berib, o'z o'rniga jannatdan xush bishorat berilgan 10 sahobaning ichidagi Said ibn Zaydni tayinladi. Ondan Xolid etining beshini qo'shinning eng oxirgi joylashgan ayollar tarafga burab, ularga askarlardan keyniga chekinib qochganlarni ko'rsanglar, uni darhol o'ltiringlar, deb buyruq berdi. Darvaqa ayollarmi qurolliq edi. Xolid ibn Valid buyruqlarni berib bo'lgandan keyin o'zining urush sepidagi o'rniga qaytdi. Her ikki tarafning qo'shini bir-biriga udul kelib, sap tortib tizildi. Abu Ubayda islom qo'shiniga xitob qilib mundaq dedi: "Ey Allohning bandalari, Allohning diniga yordam qilinglarki, Alloh sizlarga tirikishish kuchi bersin va sizlarga zafar ato qilsin. Ey musulmonlar, bugun toqat qilinglar, sabrchan bo'linglar. Sabr sizlarni kufrlikdan, hujumdan qo'g'daydi. Sizlarni Allohning roziligiga erishtirib, razillikdan qutuldirdi. Saplaringlarni hargiz tark etmanglar. Ularga qarab tunji bo'lib qadam olgan va ularga tunji bo'lib qurol tanlaganlardan bo'lmanglar. Neyzanglarni ching tutib, qalqonlaringlar bilan qo'g'dininglar. İçinglarda Allohni zikr qilinglar. Men buyruq bermagicha ovozinglarni chiqarmanglar." Qo'mondonlardan Muaz ibn Jabalmo o'ttirga chiqib, askarlarga mundaq xitob qildi: "Ey ilohiy kitobning egillari, ey to'g'ri yo'lning va haqning muhofizatchilari, Allohning rahmatiga noil bo'lish va jannatiga kirish quruq tamanno bilan amalga oshmaydi. Allohning mag'firati va keng rahmati bugünkidek jihodga chin e'tiqodi bilan qatnashgan va Allohning mujohidlarga bergan va'dasiga haqiqiy iymoni bilan ishongan kishilar uchundir. Alloh taoloning Alloh ichinglardagi iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi." Sura Nur 55-oyatning bir qismi. Deganligini anglamadinglarmi? Ey mujohidlar, Alloh sizlarga rahmat qilsin. Allohning sizlarni dushmandan qochgan holatda ko'rishidan hazar aylanglar. Chunki sizlar har qanday sharoitda Allohning qudrat erkida bo'lib, uningdan qochish mumkin emas. Allohning yordami bo'lmay turib, g'alaba qila olmaysizlar. Hurmat e'tiborga erisha olmaysizlar. Qo'mondon Amr ibn As o'z qo'l ostidagi qo'shinga mundaq dedi: "Ey musulmonlar, tez cho'kinglar va ko'zlaringlarni yuminglar. Nayzanglarni tuzlab mahkam tutinglar. Agar dushman ustinglarga bostirib kelsa, avval ularga fursat bergandek bo'laveringlar. Nayzlarni sizlarga to'g'rilagan vaqtda ularning ustiga xuddi shir o'g'i etilgandek etilib, qilchi aram bermanglar. To'g'ri ishdan mamnun bo'ladigan, rostchilarga g'ayrat shijoat ato qiladigan, xatoni jazolandirib, to'g'rini mukofotlantiradigan Allohga qasam qilamanki, bu mamlakatni yurt, o'rda saroy, hatto hamma bulun qushqoqlargacha fatih qiladiganliginglarga doir xush xabarlarni angladim. Ularning sonining qanchalik darajada ko'pligi yoki ordularining bahayvati sizlarni hargiz qo'rqitmasin. Agar ularga qarshi fidokorlik bilan urush qiladigan bo'lsanglar, ularning chil bo'rining kuchuklaridek har tarafga pitirab ketganligini ko'rsizlar." Abu Sufyan bo'lsa mundaq dedi: "Ey musulmonlar, bilasizlarki, sizlar arab. Hozir uruq tuqqanlaringlardan, musulmonlarning xalifasidan, musulmonlar sizlarga yordam qila oladigan yerdan bakmi yiroqda turibsizlar. Sizlarning oranglarda soni bakmi ko'p
va sizlarga xiris qilib turgan dushman qo'shini turmoqda. Ularni vatan, do'st birodar va bola chaqalardan ayrilib bu yerga kelishga sizlar majburlandinglar. Allohga qasam qilamanki, sizlarning samimiyatinglar va jasurliginglarla sizlarni bu dushmanning qo'lidan qutuldirib, Allohning roziligiga erishtiradi. Sizlarni ogohlantirib qo'yayki, bugun cho'qim qahramonlarcha urush qilmasanglar bo'lmaydi. Xalifa va boshqa musulmonlar bilan sizlarning oranglarda qush ushmaydigan, karvon mangmaydigan, ko'z yetkusiz cho'l jazira bor. Bu yerda hech kimning bardoshlik berish va qahramonlarcha urush qilishdan boshqa yordam talab qilgudek kishisi yoki panolik tiligidek yeri yo'q. Birdan bir ishonchinglar Allohning va'dasidir. Undaq bo'lgan ekan, qilichinglar bilan o'zinglarni qo'g'dinglar va bir-biringlarga yordam berishga tirishinglar. Birdan bir chiqish yo'li mana bu. Abu Sufyan so'zini tugatgandan keyin sapning orqasiga joylashgan ayollarning oldiga berib, ularga ba'zi ishlarni tavsiya qildi. Ondan yana qo'shinning oldiga o'tib, "Ey ahli islom, oldinglardagi vaziyatni ko'rib turibsizlar. Payg'ambar alayhisalom va jannat oldinglarda. Shayton va jahannam o'ti bo'lsa, orqanglarda turibdi." Degandan keyin u o'zining urush sepidagi o'rniga qaytdi. Ulardan boshqa Abu Hurayra qo'shinga mundoq vaz etdi: "Bugun jannat hurlari noil bo'lish va Alloh taolaning jannat va mukofotlarga erishish uchun qattiq tirishinglar. Sizlar Alloh taolo sizlardan eng rozi bo'ladigan yerda turibsizlar. Shuni yaxshi bilinglarki, bugun sabr toqat qilgan va bardoshlik berganlar uchun yaxshi fazilatlar va Allohning esil mukofotlari bordir." Taraf qo'shini bir-biriga qarma-qarshi keldi. Islom qo'shinining qo'mondonlaridan Abu Ubayda va Yazid ibn Abu Sufyan yanlarga Darra ibn al-Azvar, Haris ibn Hisham va Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amir qatorliqlarni elib, qo'shin bosh qo'mondonlik markazi nomida Bizans qo'shinining qo'mondonlik hay'ati bilan ko'rishishga mangdi. Bizans qo'shinining qarorgohiga kelib, qo'mondoninglar bilan ko'rishmoqchimiz dedi. Ularga qo'mondon Tizorak nomida ijozat berildi. Musulmon qo'mondonlar qarorgoh ichiga kirib, chidirning yipak bilan to'lganligini ko'rdi va biz dinimizning shartlariga asosan yipakdan qilingan chidirga kira olmaymiz deb e'tiroz bildirib, chidirga kirgili unmadi. Bizans qo'mondon ular uchun ayrim yipak selinchi tayyorlagan edi. Ular selinchi ustiga o'ltirishni qabul ko'rmadi. Shuning bilan Bizans, ya'ni Rim qo'mondoni sahobalar xohlagan yerda va ular xohlagan shaklda o'ltirishga ma'qul bo'ldi. Sahobalar, Alloh ularga rahmat qilsin, har doim ana shundoq bo'lib, nihoyat oddiy masalalardami Alloh yo'lga qo'ygan shariat hukmining hech biriga sal qarmaydi. Bu ishda chidir va selinchilar garchi kiyim-kechak turiga kirmasimi, ular yanala uningga qattiq qarshilik bildirdi. Bu va buningga o'xshash pozitsiyalari ularni dushman ko'zida texmi hayvatli qilib ko'rsatishga turtki bo'lg'achqa, dushmanlar ular bilan sulh qilishga majburlanadi. Ana shu sababdan ular tarixda o'zlariga loyiq yerdan o'rin oldi. Shundaqla o'zlariga xos ustun tabiati bilan boshqa millatlardan farqlanib turadigan esil salohiyatga erishdi va o'zlari orzu qilgan mukofotga noil bo'ldi. Sahobalar bu ko'rishda Bizanslarga musulmon bo'lish yoki boj to'lash va yoki urush qilishdan birini tanlash taklifini sundi. Bizanslar tarsalik qilib urush qilishni tanladi. Bu arada Bizans qo'shinining qo'mondonlaridan Mahan ba'zi masalalar haqida ko'rish uchun Xolid ibn Validni ikki qo'shin orasidagi bo'sh maydonga chaqirdi. Xolid uning yoniga kelganda, u sizlarni mamlakatinglardan ta bu yergacha kelishga majburlagan sababning yo'qsullik va ochlik ekanligini uqdi. Rost shundoq bo'lsa, men har biringlarga 10 dinardan pul berganning sirtida hammanglarga biror qurdan kiyim-kechak tarqitib beray. Sizlar mamlakatinglarga qaytinglar. Kelar yili men yana shundoq qilaman degan taklifni berdi. Xolid ibn Valid Mahanga bizni mamlakatimizdan bu yerga elib kelgini sen degan narsalar emas. Ammo shuni bilib qolki, biz qon ichadigan bir millatmiz. Uning ustiga Bizansning qini eng tatliq ekanligini uqdik. Shu sababdan bu yerga keldik deb javob berdi. Qo'mondon Mahan bilan birga kelganlar
Alloh bilan qasamki, biz arablarning mushundaq ekanligini bilamiz. Boshqalarga shundaq tushundiratdik, deb o'zlarining ko'nglidagi vahimini izhor qilishdi. Shundaq, mana bu bir og'iz so'z bilan dushman bakmu tushkunlashib ketdi. Xolid ibn Valid Hamonga maydonini bildirgandan keyin etini devitib, o'ttir sapning o'ng va so'liga joylashgan Ikrama ibn Jahil va Ka'b ibn Amirning oldiga ayrim-ayrim berib, hujumga o'tib, urush boshlashini buyurdi. Shuning bilan urush rasmiy boshlangan bo'ldi. U kuni hijratning 13-yili Rajab oyining dastlabki kunlari edi. Bizanslar avval islom qo'shinining o'ng qantiga hujum boshlab, asta-asta o'ttirga qarab siljidi. Bu vaqtda cho'ng sahoba va mashhur qo'mondan Muaz ibn Jabal mundaq deb duo qilib o'tdi. Ey Parvardigorim, dushmanlarimizning putlarini titrtib, yuraklariga vahima sol. Bizga jasorat va g'ayrat ato qilib, sen yo'lga qo'ygan shariat hukmlariga har doim itoat qilishimiz uchun bizga yordam qil. Bizga dushmanlarimiz bilan ko'krak kerib, urush qiladigan shijoat bergin va ilohiy taqdirga rozimanlik bilan bo'yin egishga muyassar qilgin. Ey Rabbim. Urushning dastlabki qadamlarida Bizans saflaridagi arab zubaydilar mag'lubiyatga uchrab, cho'qon salgan peti keyniga chekinishga boshladi. Musulmonlar bo'lsa, Bizanslarga bo'lgan hujumini texmi oshirib, ulardan talafotga uchrab qochishga boshlaganlarni keyindan qaytarishga fursat bermaslik uchun dushmanni parishon qilishga boshladi. Islom qo'shinidan qochmoqchi bo'lganlarni ayollar to'sdi. Shuning bilan qo'shin o'zini o'ngshib oldi. Urush shiddatli davomlashib o'tdi. Qo'mondan Ikrama ibn Abu Jahl bor kuchi bilan "Men ayni vaqtda Rasulullohga qarshi bir muncha urushga qatnashgan odamman. Bugun senlardan qo'rqib qolamdim" deb varqiraydi. Ondan u askarlarga qarab, "Aranglarda men bilan mo'rini mo'riga tarab urushib o'lishga qasam ichganlar bormi?" deb varqiraydi. Bu chaqiriqqa Dirar ibn al-Azvar va Ikramaning tog'isining o'g'li Haris ibn Hisham qatorliq 400 ga yaqin askar ko'krak kerib chiqdi. Ularning ko'pinchisi hammaga tonilgan kishilar edi. Xolid ibn Validning chedara oldida urushgan bu qahramonlardan Dirar ibn al-Azvar qatorliq bir guruh askar shahid bo'ldi. Qolganlarning hammasi yaralandi. Bu urush davomida bo'lib o'tgan mundaq bir voqea rivoyat qilindi. Anglashlarga qaraganda yaralangan bu askarlar uchun suv elib kelindi. Ularning birinchisiga suv uzitildi. Ammo u yenidikisining qarashlariga chidamay, avval uningga beringlar deb suvni ichmadi. Ikkinchisiga uzitilsa, u uchinchisini ko'rsatib ichgili unmadi. Suv ichilmay davomli aylanib baqdi. Ammo eng oxirgi yordamga kelganda suv ulgurmay shahid bo'lgan edi. Shuning bilan suvni keyniga qaytarib, boshda ichmagan yordamlarga ichkizmoqchi bo'ldi. Ammo ularning hammasi shahid bo'lgan edi. Islom dinining bu tunji qahramonlari jon berish oldida ko'rsatgan bu ajoyib xislati bilan tarixning sharaf sahifalaridan o'rin oldi. Bizanslar islom qo'shinining o'ng tarafiga hujum qilib, ularni o'ng tarafga qo'g'layotgan bir vaqtda Xolid ibn Valid qo'l ostidagi otliq askarlari bilan Bizanslarning so'l qantiga hujum qildi. Bu hujumda musulmonlar Bizanslarning 6000 askarini yo'qotdi. Ondan Xolid qo'mondonligidagi otliq 100 askar bilan Bizanslarning mingdak askariga hujum qilib, ularni talafotga uchratdi va xeyli vaqtgacha ularning keynidan qo'g'lab yurgandan keyin keyniga qaytdi. Ular qaytib borganda oldingi bo'limlarda so'zlab o'tilganidek qarorgohga Madinadan avatilgan maktub yetib kelgan edi. Maktubga Hazrat Abu Bakrning vafot bo'lganligi, uning o'rniga Hazrat Umarning xalifalikka saylanganligi va Abu Ubaydaning Xolid ibn Validning o'rniga bosh qo'mondan bo'lib tayinlanganligi yozilgan edi. Urush vaziyati sal pastlab qolgan bir vaqtda Rum saflari orasidan Georgiy ismli bir qo'mondan o'ttirga chiqib, Xolid ibn Valid bilan ko'rishmoqchi bo'lganligini aytdi. Xolid uning taklifini qabul qilib, o'ttirga chiqdi. Ikki qo'mondan bir-biriga shu qadar yaqinlashdiki, otlari bir-biriga yonma-yon kelgan edi. Georgiy Xolidga mundoq dedi: "Ey Xolid, sendan bir ishni so'ramoqchiman. Menga rostini ayt. Hargiz yolg'on gap qilma. Chunki hur inson yolg'on gap qilmaydi. Meni aldayman dema. Chunki mard inson
Allohga ishonib o'ttirg'a chiqqan birini aldashga urinmaydi. Sendan shuni so'rmoqchiman. Ajiba Alloh payg'ambaringlarga osmondan kimga qarshi ishlasanglar, shuni cho'qim yengadigan bir qilich tushirgan bo'lsa, hozir bizga qarshi shu qilichni ishlatyapsizlar qandoq? Xolid uningga hargiz undoq emas deb javob berdi. Georgiy, undaqda mening anglashimcha seni Allohning qilichi deyishir ekan. Buning sababi nima deb so'radi. Xolid uningga Alloh taolo bizga elchisini avatgan vaqtda u bizni haqqa va to'g'ri yo'lga da'vat qildi. Biz bo'lsak, uningdan nafratlanib, qabul qilg'ili faqat unimidik. Keyincha ba'zilarimiz uningga ishonib, agishishga boshladik. Ba'zilarimiz uni yolg'onchiga chiqarib, qat'iy yaqinlashmadik. Menmo uni yolg'onchiga chiqarib, yaqinlashmaganlardan biri edim. Ammo Alloh taolo keyin ko'ngillarimizni hidoyat nuri bilan yo'ritib, to'g'ri yo'lga minishga muyassar qildi. Berib uningga bay'at qildik. Ana shu vaqtda payg'ambar alayhisalom menga sen Allohning mushriklarga qaratgan qilichsan deb meni islomga yordamlashishga chaqirdi. Shuningdan beri Sayfulloh, ya'ni Allohning qilichi nomi bilan atilib kelyapman. Shu sabab bilan men musulmonlarning ichida mushriklarga eng shiddat bilan qarshi turadiganlardan biriman deb javob berdi. Xolidning bu gaplarini anglagan Georgiy, "Ey Xolid, undaqda sizlar insonlarni nimaga ishonishga da'vat qilsizlar?" deb so'radi. Xolid ibn Valid, "Biz insonlarni Allohning bir ekanligiga, Hazrat Muhammadning uning bandisi va elchisi ekanligiga shahodat aytishga, Alloh tarafidan nozil qilingan vahiylarning hammasini qabul qilish va tasdiqlashga da'vat qilamiz" dedi. "Bu da'vatinglarni qabul qilmaganlarga qanday muomala qilasizlar?" deb so'radi Georgiy. Xolid, "Ulardan jizya, ya'ni boj olamiz va ularni dushmanlardan qo'g'daymiz" deb javob berdi. Georgiy yana, "Agar jizyani qabul qilmasa-chi?" deb so'radi. Xolid ibn Valid, "Undaq qilsa, urush e'lon qilamiz" dedi. Xolid ibn Valid bilan Georgiy orasida yana mundaq dialog bo'lib o'tdi. Georgiy, "Bugun iymon aytib, sizlarga qaytilgan bir yotning oranglardagi ahvoli va o'rni qanday bo'ladi?" Xolid, "Allohning oldida hammamizning o'rnimiz o'xshash. Ya'ni yurt cho'nglari bilan oddiy bir fuqaroning boshdagi bilan oxirqining hech qanday farqi yo'q. Hammaylan teng barobar. Hech kimdan hech qanday ustunligi yo'q." Georgiy, "Bugun musulmon bo'lgan birining buningdan burun musulmon bo'lganlar bilan o'xshash savobga erishish imkoniyati bormi?" Xolid, "Albatta bor. Hatto ulardan ko'p savobga erisha oladi." Georgiy, "Ammo sizlar xeyli burunla musulmon bo'lgan kishilarsizlar. Bugun biri chiqib musulmon bo'lsa, u qandoqsiga sizlarga o'xshash savobga erisha oladi? Uni sizlar bilan qandoq selishtirg'ili bo'lsin?" Xolid, "To'g'risini aytganda, biz payg'ambar alayhisalom hayot chig'ida bu ulug' dinni uningdan o'rgandik. Uning da'vati bilan hidoyatga erishdik. U tehi oramizdagi vaqtda va uningga osmondan xabar tushayotgan mezgilda berib uningga bay'at qildik. U ilohiy kitobni shaxsan o'zi o'rgatdi. Mo'jiza va oyatlarni bizga ko'rsatdi. Shunga biz ko'rganni ko'rgan va anglaganni anglagan kim bo'lsin, uning islomni qabul qilishi shart edi. Sizlarga kelsak, sizlar bizga o'xshash payg'ambar alayhisalomdan bir narsa ko'rmadinglar yoki anglamadinglar. Undaq bo'lgan ekan, oranglardan biri islomni haqiqiy ma'noda va samimiy niyat bilan qabul qilsa, uning savobi bizninkidan ustun bo'ladi." Georgiy, "Ey Xolid, sen haqiqatan rost gap qilding va meni aldamading." Xolid, "Allohga qasam qilamanki, men sana rost gap qildim. Sening dilingga bu savollarni solganmi Allohdir." Mana bu dialogdan keyin Georgiy qo'lidagi qalqonni yerga pirqirtib tashlab, Xolidga "Menga islomni o'rgat" dedi. Xolid ibn Valid uni elib Jidirga qaytdi. Avval uningga tahorat oldirib, birlikda 2 rakat namoz o'qidi. Bu vaqtda Bizans qo'shini musulmonlarga shiddat bilan hujum qilib, ularni toki qo'shinning orqasiga joylashgan Ikrama va tog'isi Harisning qo'mondonligidagi mudofaa saflarigacha chekindirib o'tgan edi. Bu ahvolni ko'rgan Xolid va Georgiy musulmonlarning oldiga o'tib, Rumlarga qarab etildi va Allohning yordami bilan ularni talofatga uchratdi. Afsuslanarligi
Georgi bu qitimli hujumda dushmandan zarba yeb shahid bo'ldi. Allah islomning bu shahidiga rahmat qilsin. Urush eng shiddatli elib berilgan bu kunda musulmonlar peshin va diğer namozlarni faqat imo ishorat orqali o'qiy oladi. Namoz sham va xuftanning vaqtini mu kechiktirdi. Bizans qo'shini bo'lsa, kechining qorong'uligidan foydalanib, Vaqusa degan yerga chekindi. Qochmasin deb zanjirlar bilan bog'lab qo'yilgan Rum askarlari o'ldirildi. Yarmuk jangga qatnashgan cho'ng sahobalardan biri Zubayr ibn Avvam bo'lib, bu cho'ng sahoba u kuni Yarmuk jangga qatnashgan sahobalarning eng kattasi. Shundaqla eng qahramoni va jangovari edi. Islom qo'shinining eng jangovar jangchilaridan bir qanchasi uning oldiga kelib, "Sen bizga boshchilik qil. Bizanslarga qarshi bir hujum boshlayli" dedi. Zubayr ularga "Sizlar bardoshlik bera olmaysizlar" dedi. Ammo bu qahramon jangchilar "Yo'q, biz bardoshlik beramiz" deyishdi va chaqmoq tezligida Bizans saflariga qarshi hujumga o'tdi. Ammo ular Bizanslarning bakmi mustahkam sepiga duch keldi va Zubayrdan boshqa hammasi keyniga chekindi. Zubayr bo'lsa dushman saflarini xuddi o'qdak ikkiga yerib, dushmanning orqa tarafiga o'tib ketdi. Ondan yana shu tariqada oldi tarafiga o'tib, sabdoshlarining yoniga qaytdi. Bu harakatni yana bir qatim qildi. Ammo o'zimi Mo'risning ikki yeriga dushmandan zarba yedi. Bu urushda Ikrima ibn Abu Jahl, uning tog'isi Haris ibn Hisham, Ikrimaning o'g'li Amir, Salama ibn Hisham, Amir ibn Said, Abbon ibn Sa'id, Hisham ibn al-As va Amir ibn Tufayl qatorliqlar shahid bo'ldi. Amir ibn As o'zining yenidagi 4 askar bilan orqa safga chekinishga majbur bo'ldi. Ammo ayollarning ularni ayblishi bilan takror dushmanga qarab hujumga o'tdi. Shuningga o'xshash Shurahbil ibn Hasana qo'mondonligidagi qo'shinmo orqaga chekinishga majbur bo'ldi. Lekin bosh qo'mondonning ogohlantirishi bilan qaytadan hujum boshladi. Yazid ibn Abu Sufyan u kuni bakmo qahramonlarcha jang qildi. Chunki dadisi Abu Sufyan uning qishig'i kelib mundoq degan edi: "Jinim o'g'lim, hargiz Allohning amriga xiloflik qilib, nomardlik qilma. Sabrchan bo'lgin. Bugun ko'krak kerib urushmagan birmi yigit yo'q. Sen va tangdoshlaring, ya'ni musulmonlarning amir va qo'mondonligini o'z ustiga olganlar boshqalarga qaraganda texmi bardoshlik berishi va Allohning amriga texmi bak bo'ysunishinglar kerak. Jinim bolam, undaq bo'lgan ekan, Allohning amrlariga xiloflik qilishdan qo'rq. Sening amringdagi jangchilar Allohdan sendinmi ko'p ajr tilaydigan va sendinmi bak bardoshlik beradigan bo'lib ketmasin. Bu jihatlarda sen ulardan ustun bo'lgin." Bu so'zlarni anglagan Yazid dadisiga "Xotirjam bo'lgin dada. Inshaalloh so'zingga loyiq bo'lishga tirishaman" dedi va u kuni haqiqatan qahramonlarcha jang qildi. Yazid islom qo'shinining o'ttiri saflariga joylashgan edi. Said ibn al-Musayyab dadisidan anglaganlarni rivoyat qilib mundoq deydi: "Urush davom qilayotgan bir oraliqda atrofni jimjitlik besib ketdi. Biz birdalla birining yuqori ovozda varqirayotganligini angladik. U ovozdan mundoq chaqiriq keladi: "Ey Allohning zafari, endi bizga kelgin. Ey musulmonlar, g'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar." Qarasak, varqirgan u kishi o'g'li Yazidning to'qi ostida urush qilayotgan Abu Sufyan ekan. Dangli qahramon Malik Ashtarimo Yarmuk jangida bor edi. U Qadisiya urushiga qatnashmagan. Yarmuk kuni Bizans saflaridan bir jangchi chiqib, "Men bilan yakma-yak elishadiganlar bormi?" deb maydonga tushdi. Buni anglagan Ashtar darhol o'tirg'i sakrab chiqdi. Ikkisi yakma-yak xeyli bir vaqtgacha tutishgandan keyin Ashtar "Al sana" deb bir zarba urdi. Zarba joyiga tegmadi. Shundoq bo'lsa-mu, bu islom qahramoniga hayron qolgan Bizans jangchi "Alloh millatimdan san o'xshashlarni ko'paysin" deb tiladi. Ondan agar sen mening millatimdan bo'lgan bo'lsang, shu Bizans qo'shinini mutlaq g'albiga erishtirgan bo'lardim deb urdi. Anglashlar qaraganda Bizans imperatori Heraklius Yarmuk jang bo'layotgan vaqtda Antakiyada edi. Bizans qo'shini og'ir talafotga uchrab, har tarafga qochish bilan Heraklius qo'mondonlarni yig'ib, "Ey non qepilar, qani aytisha,
sizlar bilan urush qilgan shu haqlarmi sizlarga o'xshash odam emasmi deb varqirdi. Qo'mondonlar shundoq deyishdi. Heraklius yana sizlarning soninglar ko'pmi, ularningmi deb so'radi. Biz ulardan nechasi ko'p edik deyishdi. İmperator undaqda nima uchun buncha vala eg'ir talafotga uchrab ketishdan deb so'radi. Shuning bilan yeshi eng cho'ng bir qo'mondon yengilib qilishlarining sababini tushuntirib mundaq dedi. Ulug' podshoyim, ular kechasi namoz o'qiydi, kunduzlari ro'za tutadi. Bergan va'dasiga cho'qim amal qiladi. To'g'ri yo'lga boshlab, xato yo'ldan cheklaydi. Bir-biriga insof bilan to'g'ri muomala qiladi. Bizga kelsak, biz ichimlik ichimiz. Zina qilamiz, yomon ishlardan qo'limizni tortmaymiz. So'zimizda hargiz turmaymiz. Bir-birimizga g'azablanamiz, zulm qilamiz, har doim bir-birimizga yomon ishlarni tavsiya qilamiz. Allah memnun bo'ladigan ishlardan cheklaymiz. Bu dunyoda har turli jinoyat o'tkazib, fitna fasod terimiz. Mana bu bizning yengilib, ularning g'alaba qilishining sababidir. Bu so'zlarni anglagan imperator chorasizlikdan uni tasdiqlashga majbur bo'ldi va qattiq qayg'uga cho'mdi. Aytilishicha, Bizans mo'tavarlaridan biri o'zlarining ittifoqdoshlari bo'lgan Arab Quzza qabilasidan birini musulmonlarning orasiga jasus qilib avatdi. Mengish oldida uningga shu millatning orasida bir kech kunduz turib kel va ko'rgan anglaganlaringni menga aytib bergin deb ta'limot berdi. Bu odam arab bo'lganligi uchun chandurmasdan musulmonlarning orasiga qaytilib ketdi. Ularning orasida bir kech kunduz turgandan keyin o'ziga ta'limot bergan Bizanslikning yeniga qaytib keldi. Bizanslik uningdan qanday xabarlarni elib kelding deb so'radi. Jasus uningga rostini aytganda ular kechalari rohiblardek ibodat qilsa, kunduzlari shirdak yuraklik bo'lib ketar ekan. O'g'irlik qilguvchi podshohning o'g'li bo'lib ketsimi, qo'lini kesar ekan. Zina qilguvchilarni shariat hukmi bo'yicha qattiq jazolaydi ekan, dedi. Uning so'zlarini anglagan Bizans mo'tavari, agar aytganlaring rost bo'lsa, bu odamlarga qarshi chiqqandan o'lib ketgan texmi yaxshi. Allohdan tilaymanki, men ularning oldiga hargiz berib qolmay. Men ulardan yoki ular mendan g'olib kelmasin deb o'zining musulmonlardan naqadar qo'rqib ketganligini ifodaladi. Bu urushda Abu Sufyan qatorliq bir qancha mujohid ko'zidan ayrildi. Abu Sufyanning bir ko'zi Hunayn jangida ko'rmas bo'lib qolgan edi. Yana bir ko'zi Yarmuk jangida qo'yilib ketdi. Shuning bilan uning hayotining qolgan qismi ama o'tdi. Bu urushda ama bo'lib qolgan boshqa mujohidlarmi bor bo'lib, ular Mughira ibn Sha'ba, Hashim ibn Utba ibn Abu Waqqas, Al-Ash'as ibn Qays, Amir ibn Madi Qarib, Qays ibn al-Makshu va boshqa bir qancha kishi edi. Rumliqlar urushni tashlab taraf-tarafga qochishdi. Musulmonlar ularning orqasidan xeyli bir vaqtlargacha qo'g'lab yurdi. Bu urush oxirlashgandan keyin Damashq, Himis shahrining xalqi musulmonlar bilan ittifoqlashish ahdnomasi tuzdi. Chunki Bizans askarlari bu tuproqlarning ko'pinchisini tashlab ketgachga, bular qo'g'dug'uchisiz qolgan edi. Uning ustiga Heraklius Himisdan chiqib, o'zining askariy bazasi, qo'shinlarining safar va qo'mondonlik markazi qilayotgan Antakiyaga berib joylashgan edi. Xolid ibn Validdan keyin qo'shinning bosh qo'mondoni bo'lib tayinlangan Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Bizans qo'shinini qo'g'lashga qatnashmagan askarlarni yig'ib, Marj as-Safar degan yerga qarab harakatlandi. Chunki Bizans qo'shinining Fehil degan yerga qayta yig'ilib olganligi haqida xabar yetib kelgan edi. Abu Ubayda bu xabarni anglab, dastlab bir oz ikkilanib qoldi. Chunki u Shamga berib, u yerda turish yoki Fehilga qarab harakatlanishga qaror berolmadi. Shuning bilan bu ahvolni bildirib, fikr elish va shu ta'limot bo'yicha harakatlanish maqsadida xalifaga xabar yo'lladi. Xalifa uningga ishni Shamdan boshlash kerakligini, bu yer, ya'ni Sham Bizans qo'shinining markazi va Suriyaning qal'asi bo'lg'achqa strategik o'rnining bakmi muhim ekanligini izohlab, mundaq ta'limot berdi. Shamga qarab harakatlaninglar. Fehilda yig'ilib olgan Bizans qo'shiniga otliq askarlarni avatib, ularni aromida qo'ymanglar. Agar Alloh Fehilning Damashqdan burun fatih qilinishni muyassar qilsa, bizning orzuyimiz amalga oshgan bo'ladi.
agar Sham Feildan burun fatih qilinib qolsa, Shamga bir hukmdor tayinlab qo'yib, darhol Feilga qarab otlaninglar. Allah bu yerni fatih qilishni nasib qilsa, Amr ibn As va Shurahbil ibn Hasanani Falastin va Iordaniyaga hukmdor qilib, Xolid bilan birlikda Himisga qarab yo'lga chiqinglar. Darvaqa bu amirnoma Abu Ubaydaning qo'liga tegib, ko'p o'tmayla Feil Shamdan burun musulmonlarning qo'liga tushib, Hazrat Umarning orzusi amalga oshdi.